Ko'pchilik adashtiradigan 327 to'xtash taqiqlangan belgisi haqida bilib oling. 327 belgisi o'rnatilgan joydan keyingi eng yaqin chorrahagacha yoki aholi punktining oxirigacha to'xtash mumkin emas. 327 belgisi 1-4 yotiq chizig'i bilan birgalikda qo'llanilishi mumkin. Bunda yo'l yotiq chizig'i oxirigacha to'xtash mumkin emas. Agar 327 belgisi bilan birgalikda 723 qo'shimcha yo'l belgisi o'rnatilgan bo'lsa, oldingi 327 belgisidan boshlab shu joygacha to'xtash mumkin emas. Ushbu belgidan keyin esa to'xtash mumkin. Agar 327 belgisi bilan birga 724 qo'shimcha yo'l belgisi o'rnatilgan bo'lsa, mazkur joy belgining ta'sir doirasida ekanligini anglatadi. Ya'ni belgi o'rnatilgan joydan oldin ham, undan keyin ham to'xtash mumkin emas. Yo'l belgilari bo'yicha ishonchli ma'lumotlarni birinchilardan bo'lib olish uchun obuna bo'lishni unutmang.